Ovozlarda ovoz qolmadi, radnoylar baqiraverib, biz ko'rayotgan joyda hammasi Kolumbiya muxlislari edi. Stadionni ham o'zingizlar ko'rdinglar. Deyarli 90-98% muxlis bu Kolumbiya edi. Ya'ni ular o'zini uyda o'ynadi deyarli. Nima bo'lgan taqdirda ham o'yin haqida hammasi joyida, gap bo'lishi mumkin emas. Akalarimiz respekt. Qo'lidan kelgan hamma ish qilishdi, o'ynashdi, mehnat qilishdi. Buni har bitta muxlis ko'rdi deb o'ylayman, xudo xolisa. Va albatta to'g'ri tushunishimiz kerak. Bu bizning birinchi jahon chempionatimiz. Shu yergacha kelganimizning o'zi bitta baxt. Chunki qachonlardir bu kunlar bizga orzu bo'lgan. Dunyoning shu hozirgi paytdagi eng kuchli davlatlardan bittasi Italiya ham 3 marta ketma-ket jahon chempionatiga chiqa olmayapti. No, biz shu yerda o'ynayapmiz, mundialdamiz. Hali biz hech narsa yutqizganimiz yo'q. Hali bizda o'yinlar bor va albatta shans bor, xudo xolisa. Va biz ishonamiz, biz qo'llaymiz. Hech kim hech qanaqa yomon fikr bildirmasin, hadni o'yla. Ko'rdinglar bosimni qanaqa kuchli bo'lganini. Oyoqlar ishlar. Qaranglar. 699 kaloriya yozilgan-da, kilokaloriya, 700 kilokaloriya. Nima uchun oldim buni? В общем, sportga bormanglar, mayli, hech qachon sportga bormanglar. Lekin inson uchun kunlik norma kilokaloriya bordi, maksimalni 2500 kilokaloriya. Mana shu ilova orqali shu kilokaloriyani o'lchab, bir kunda 2000-2500 lik ovqat yeb turib, ko'rib turib, umuman sportga bormanglar, inson semirmaydi. Chunki gaplashishimiz ham, yurishtirishimiz ham kardio, bu ham sport. Ayniqsa g'iybatlashishimiz. O'shaning uchun mana shu предложениeni xohlasanglar skachat qilib olib, dunyoning любой точкasidan 2500 kilokaloriyagacha urib nafsi tiyinglar, inson semirmaydi. Bo'ldi. Baxtli bo'linglar.